aka olsa bo'ladimi? Videoga olsa bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, sizlarga yana bitta Malibu 2 ko'rsataman. Aka chorniy akula qilib qo'yibdi Malibuni diskalarini qaranglar. Qanaqa Ferrari diski deylarmidi? Qanaqa deylardi? Rosa moda bo'ldi shu diskamiz. Xo'p, diska nechilik? Diska 20 mi? To'g'risi, razmeriga ham uncha tushunmayman diskani. Juda katta turibdi lekin. Ichkari salonlarni ko'rsataman sizlarga. Shunka bo'lganmi? Shunkalar qilib qo'yilgan ekan. Bezkulchoy do'stliklari bor, ko'ryapsizlar. Monitorlarda kliplar o'ynab turibdi. Akalar konditsioner yoqib o'tiribdi. Aka, akalar konditsionerlar yo'q qo'ygan. Xo'p, yili nechi yil aka buni? 17? Ya 17 ga o'xshamaydi. 20 dan tepada aytsangiz ishonardim lekin. Chunki juda chiroyli turibdi-da aka. Malibu juda chiroyli turibdi. Gap yo'q. Kraskalari qanaqa buni? Kraskasi yo'qmi, bormi? Qayerda? Usta kim bo'lsa ham nomerini berib qo'yinglar aka, usta chiroyli chiqaribdi-da. Shu yerda kriloda bor deyapti akamiz kraskasini. Probiga qancha bo'ldi? 92 ming. Nech bilyapmiz? 250. 250. Endi kelishadigan joyi bor. Nomer aytib qo'yingchi. 91lik 511 61 81. Probiga qancha dedingiz? 92 ming qilib. Propan? Metanmi? Gap yo'q. Metanlar qo'yib qo'yibdi akamiz. Tepada faqat luklari yo'q, e'tibor beryapsizlar. Luki yo'q. Endi qolgan ma'lumotni egasidan bemalol so'rab olsanglar bo'ladi.